Bugungi makiyajimiz erimni uylarida bo'ladi va ozgina chaqchaq qilamiz. Qoshimga fiksator olish esimdan chiqibdi. Shu rosti tarab qo'yamiz. Syomkaga boraman. Bugun men ton qilmayman, shu uchun SPF qilamiz. Nima demoqchiman? В общем, nima uchun bu dafar erim kelganlarni hamma joyga ovoza qilmadim. Mana bu paletka bir marta olib ishlatishga yaxshi, lekin prям tez tugaygan qaranglar. Erim mana 2 kunga kelganlar. Ishlari birdaniga spontana bo'lib ketdi. Ertaga уже ketadilar. Buxoroga sovg'a yedilar. Nima uchun erim keldilar? Asalchim nima uchun siz keldingiz? Aldayapman, mani ko'rish uchun kelganlar deb. За тебя, конечно. Из-за меня? Из-за машины. Ну, 2 dня за тебя. 2 dня. Потом машину В общем, вообще kelib, mashinani olib ketishlari kerak edi. Men uchun yana 2 kun qolibdilar. U yoqda bez mashina bo'lmaydi. Bor ishlar juda ham ko'p. Shu uchun mashina bo'lsa yordamchi. И вот shu uchun o'sha bahona, mashinani olib ketish bahona, meni oldimga 2 kun yana qolaman dedilar. Qor yog'adi, yo'llar qor bo'ladi. Shu uchun bizning mashinamiz pastlangan, qiynalib ketadilar. Shu uchun tezroq ketishlari kerak. Bu informatsiya faqatgina meni auditoriyam uchun. Agarda kimgadir meni hayotim men qiziq bo'lmasam, buni yozish shart emas. Просто liba blok qilinglar, liba chiqib ketinglar, xo'pmi? Menga yozish shart emas. Sani ering bizga qiziq emas deb. Urodi. Bugungi makiyajimiz tayyor. Всем пока.